Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'raversang bo'lar-ku. Ko'rmaysizmi? Yaqinda to'y boshlagan. Ha, bilaman, xabarim bor. Uyda o'tirishga joy yo'q. Nima qilishni bilmayman. Uyda boshim qotdi shunday. Sut ichib kelyapsanmi? Yo'q, nima deyapsiz? Og'zingdan sut chiqdi, ko'tingdan garshog'iz ketmagan, uylanaman deysan. Hazilli vaqt emas. Yurmasam bir joyga ketaydi. Toshjonga tiydilaring salla. Uylanaman. Qayerga olib kelasiz, havo? Toshkentdagi eng katta gilam biskvilet mana shu bo'ladi, jiyan. O'tirishga joy yo'q deb aytdingmi? 20 ming so'mdan kvadrat metr boshlanadi. Tushundingmi? Joylarni zo'rni masanga topib beraman, jiyanjon. Mana boragansiz-ku, havo. Zo'r ekan, ha? Havo. Yoqdimi? Xohlagan gilamingni tanla. Puling yo'q bo'lsa, pasporting bormi? Bor. Plastinging bormi? Bor. Muddatli to'lovga olib beraman senga. Xohlaganingni tanla, jiyan. Rahmat. Men bormi? O'tirishga joy bo'ladi senga har doim. Tanla xohlaganing. Mana bu gilamlar ham zo'r ekan. Hammasi zo'r. To'g'ri, og'ir ekan, ozgina yordam qilavering ko'tarishga. Men senga shu gilamni ko'tardim, yordam qildimmi? Kelinni o'zing ko'tarib aylantirasanmi? Oldinga tush. Gilam kerak bo'lsa.